Assalomu alaykum. Milliy muhandislik platformasi YouTube kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda kod yozmasdan sun'iy intellekt yaratishni o'rganamiz. Buning uchun bizga Google Chrome brauzeri va Teachable Machine sayti kerak bo'ladi. Birinchi navbatda biz Google Chrome brauzeriga kirib olamiz. Mana kirib oldik. Endi Teachable Machine deb qidiramiz. Bu sayt Google tomonidan ishlab chiqarilgan sun'iy intellektlarni basic, ya'ni boshlang'ich sifatida yaratishga imkon beradi. Teachable Machine mana interfeysi ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda turli xil sun'iy intellektlarni misollarini ko'rsatyapti. Get started tugmasini bosasiz. Get started ya'ni boshladik saytni tahlil qilishni. Image project ya'ni rasm loyihasi, audio loyihasi va harakatlar loyihasini qilishimiz mumkin. Web kamera orqali u bizni kuzatib, rasm orqali tanishi mumkin, audio orqali tanishi mumkin va harakatlarimizni ko'rib, uni biron bir funksiyani bajarishi mumkin bo'ladi. Biz birinchi navbatda rasm loyihasiga kiramiz. Standard image model mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda klasslarni, bu yerda train model, preview, export modellarni ko'rishingiz mumkin. Bu yerdan klasslarni qo'shsak bo'ladi. Ya'ni klassni biz ko'rsatmoqchi bo'lgan obyektimizni nomini yozib olamiz birinchi o'rinda. Misol uchun men o'zimni kiritdim. Meni tanish uchun. Hop. Bu yerdan upload qilsanglar bo'ladi. Kompyuterdan, drivedan upload qilsangiz bo'ladi. Ikkinchi yo'li web kamera orqali hamma rasmlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Web kamera orqali olganingiz jonli ravishda tanishiga yana ham yaxshiroq ishlashiga yordam beradi. Web kamera tugmasini bosdim. Hop, bu safar yaxshi. Mana o'zimni rasmga olaman. Yaxshi, turli xil usulda olasizlar. Yonboshdan. Yaxshi, endi tayyor bo'ldi bu. Ikkinchi klassimizga nima qo'shsak bo'ladi? Misol uchun kompyuter sichqonchasi. Kompyuter sichqonchasi yozib oldik. Endi bu yerda upload tugmasini bossak bo'ladi. Web kamera orqali rasmga olsak bo'ladi. Web kamera tugmasini bosdim. Mana mishimni ko'rsataman bu yerda. Hop. Buni har xil olish kerak bo'ladi. Har xil yonboshdan, tepadan, bu yerdan har xil ko'rsatib olamiz. Yaxshi. Endi sayt o'zi sizga yordam beradi. Endi train model qismiga o'tamiz. Modelni train qilish. Train qilish boshlandi mana. Modelni biz rasmlar orqali tanish uchun doimiy train qilishimiz kerak bo'ladi. Mana 50 tagacha train qilib oldi. Yaxshi, endi export model qilsak bo'ladi bu yerdan. Bu yerdan mana Muhammad Yusuf to'liq ko'rsatyapti mana meni. Hop. Agar sichqonchani ko'rsatsam, mana sichqonchani 100% qilib ko'rsatmoqda. Bu yerdan export modelni bossak, biz bu kodini olishimiz mumkin. Sun'iy intellektni TensorFlow'da, TensorFlow Lite'da turli xil olishimiz mumkin bo'ladi. O'chirib qo'yishimiz, web kamerani fayl orqali ko'rishimiz mumkin. Xuddi shunday ishlanadi. Endi orqaga qaytamiz. Teachable Machine'da chiqamiz. Endi audio loyihalar. Audio loyihani mikrofon orqali yozishimiz, upload qilishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda ham
Klasslar, trainlar bir xil ishlanadi. Rasm bilan qanday ishlansa, audio orqali ham xuddi shunday ishlanadi. Bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.